Juda ham ko'pchilik so'ragan ko'chat ekadigan apparatlarni zo'rlaridan keldi. Narxi ham sizlar o'ylagandan ancha arzon chiqadi. Videoga like bosib oxirigacha ko'rib turinglar. Narxini oxirida aytib o'taman. Ko'rishlar ikki xil modelimiz bor. Bu modelimiz biroz ixchamroq bo'ladi ushlashga, bunisi kengroq bo'ladi. Xohlaganinglarni tanlab olsanglar bo'ladi. Bular benzinga ishlaydigan modelimiz bo'ladi. Xudo xolisa sifati juda ham zo'r. Nasatkasi ham 3 talik bo'ladi. 300 lik, 200 lik hamda 100 lik 3 ta nasatkali. Ishlashini video orqali ko'rishinglar mumkin. Ishlashini ko'rdinglar, xuddi shu holatda ishlaydi, sifati juda ham zo'r bo'ladi. Bu apparatimizdan xarid qiladigan bo'lsanglar, ham vaqtinglarni, ham kuchinglarni tejaydi. Ko'chat ekish ancha osonlashadi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 1.160.000 so'mdan xarid qilishinglar mumkin. Murojaat uchun pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatlari mavjud.